Mushundaq yağmurluq kunlarda ishdan erib kelgan vaqtingizda o'xshagan bir chin suiqashni oldingizga qo'ysam hargiz rad qilolmaysiz-ku deyman. Aşqa yeringizga boradigan o'xshitib menchizda suiqash qilishni o'rganing. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topolmay qolsiz. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha go'shtni ushshaq to'g'rib olamiz. Sho'rpisini chiqarish uchun azroq qo'riq go'shtni muvofiq miqdorda to'g'rib etdim. Yerim bosh yangyoni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rib olamiz. Boshqa sayko'ktatlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rib olamiz. Buning ketarlik materiallar tuvandagidek. Endi qozonga azroq may qo'yib go'shtni silib bekroq qo'riymiz. Uningdagi 2 gram atrofida tuz silib qo'riymiz. Musharliqda bir qo'shqa atrofida jangyu sevatsanglar rangi intayin chiroyli chiqadi. Bugun uyga cho'nglar kelgan bo'lg'ashqa men jangyuni qo'ymadim. Uningdan keyin so'ng piyoz maysini videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rib olgandan keyin silvitimiz. Uning orqadan pomidorni silib pomidorning suyi chiqish qo'raymiz. Agar siyanglar qizarmay qolsa bir qo'shqa atrofida pomidorchang silvatsanglar bo'ldi. Uning orqadan cho'ng ustamning suiqash tetitqisidan bir bo'loq silvitimiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bormish oilada suiqash etsam ta'mini yaxshi qaramayaptimi degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab beqanlar ta'mi ketmaydi. Undan keyin odam sonimiz qarta muvofiq miqdorda suv qo'yib olamiz. Hozir 60 xil darsimiz faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ikras tutku nomeri shu. Mash bilan nuqutni bir kichilab qo'ygandan keyin uningdan keyin solamiz do'stlar. Taxminan 10 minut atrofida pishirib olgandan keyin uningdan keyin menchizni solamiz. Menchizni odatda tayasini olsanglar sal qulaylik, men 3 qo'yliq menchiz bilan bir qozon osh chiqarib etdim. Ang oxirida ta'mining rangining texim chiroyli chiqishi uchun qizil lozi bilan jusayni ushshaq to'g'rab silib ikkilashtirib lamchimizni usib olsak bo'ldi. Ajoyib o'xshab ketibdi-kin, cho'ng kichik hammaylar yeni bam deb turib ichib ketdi. O'rganib oldingizmi? Qiynamizsizmi deb sinab beqing. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.